Voy 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 jigarli. Bu massaj apparat kunduz kuni og'ir mehnatdan keyin kechqurun 15 minut shuni taqib olsa, ko'zlar maza qilib dam oladi-yu. Grillion brendidan такой ajoyib massajyorimiz kelgan. Ko'zdagi ko'rinishini ko'ryapsizlar. Massajyorning dizaynini qaranglar. Такой скромный. Ushbu massajyorimiz 4 xil rejimda ishlaydi. Ko'zni qizitadi ham, uqalaydi ham, xullas har bitta tomirlarni kengaytirib berishga xizmat qiladi. Bemalol o'zlaringni boshlaringni razmeriga qilib, kechqurun uxlab olsalar ham bo'laveradi. Massajyorimiz o'zini relaks muzikalari bor. Yo'q, men o'zimning muzikalarimni qo'ymoqchiman. Uspokаивающий desalaring, Bluetooth orqali ulasalang ham bo'laveradi. Telefondan xohlagan muzikalaringni qo'yib, takib dam olsalar ham bo'laveradi. Undan tashqari boshqa massajyor apparatlarimiz ham bor. Tizzaniki deysizmi, orqa, yelka, hattoki mana shu 5 ta barmog'imizga ham massajyorlardan kelgan. Kimga shu massajyorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Anas Mobile'ga aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Pastda raqamni qoldiramiz. O'zbekistonda barcha viloyatlarga ham dostavka xizmatlari mavjud. Barchalarni do'konimizda kutib qolamiz.